Buram olib qoldi ancha. Sen ko'char chiqib oldingmi? Havo iqtisodi ancha o'zgardi. Chiroqlar, asfalt bo'lgan uylarga shag'al yo'l olib bordik. Hozir G'ofurg'ulom bo'yicha men maktabga chiqayotgan bola uyida maktabgacha oyog'i loyga tegmay boradimi? Elektr tarmoqda muammo yo'q. Mahallaga bino qo'ydik, dasturga. Mahalla binosi bo'ladi. Mana G'ofurg'ulom mahallasiga kirishga chapqul tomonga bog'cha, davlat bog'chasini qo'yapmiz. Mana stadionda ta'mirlashga kiritdik. Bundan tashqari to'rtta 5 ta masala bor G'ofurg'ulom bo'yicha. Barkamol avlod ko'chasi, Bog'zor ko'chasi, Navbahor ko'chasi, Gulobod ko'chasi, Yangidala ko'chalari 309 kilometr ichki yo'llarni joriy ta'mirlash, asfaltlash tushgan. Kegincha oldik, bu yog'i montaj turbalarini ham qo'limizdan kelguncha qilamiz. Shuga ozgina qilyapmiz. Bugun oldin shartnoma qilingan xonadonlar hammasiga qo'yib berdi, hududga ta'minlashdan. Hozir yangi iste'molchi bo'ladigan shartnoma qiladigan bo'lsa, o'zlari sotuvda olyapti. Oldingizdan bir qaror bo'ldi. Yangi iste'molchi o'zi oladi. Ha, yangi iste'molchi o'zi oladi. Bitta narsa bilan qo'yib siz hammasini markazlashgan holda tashkillashtirish kerak. Ertan raygaschilar bir kun unikiga, bir kun murkiga kela olmaydi-da. Turgan tortsa, markazlashgan holda birdan ulab ketadi. Bu uchirchiq olmasa qolib ketadi. Yana kelguncha yana vaqt ketadi.